Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Abdulaziz TV. Biz va'da berganimizdek gullarni parvarishlash haqida videomizni boshlaymiz. Biz bugun Arium oilasiga mansub aglonema guli haqida o'rganamiz. Uni namligi, qancha suv ichishi, qanday xona haroratida va qancha yorug'likni talab qilish haqida sizlarga batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. O'zi aglonema gulimiz trofik mintaqalardan kelib chiqqan gul hisoblanadi. Dastlabki vakili Yangi Gvineya orolidan topilgan. Hozirgi kunda bo'lsa barcha mintaqalarda xona guli sifatida ekib o'stiriladi. Aglonema guli o'zi trofik mintaqalardan kelib chiqqanligi uchun namlikni juda ham yaxshi ko'radi. Sug'orishda ham tuprog'i qurib qolmasligi kerak, ammo ortiqcha ho'l bo'lishi ham o'simlik uchun zarar keltiradi. Haroratda optimal harorati 20-22 gradusni tashkil qiladi. Yorug'lik ham bilvosita quyosh nurlarining tushishi yoki soya salqin joylarda o'stiriladi. To'g'ridan to'g'ri quyosh nuri bularning bargini kuyib qolishiga ham sabab bo'ladi. Tuprog'i ham yaxshi havo aylanadigan, tez quriydigan tuproqdan foydalaniladi. O'simlikni tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, barglari keng, cho'zinchoq va rang-barang bo'ladi. Ularda yashil rang, oq va pushti yoki qizil ranglarning aralashgan holati aks etadi. Guli esa mayda, spatik shaklda bo'lib, ko'pincha barglar orasida yashiringan bo'ladi. Buni dekorativ qiymatiga ko'ra barglarining go'zalligi bilan mashhur hisoblanadi. Poyasi esa qisqa, ba'zan yer ostida bo'ladi. Shuning uchun faqatgina barglari yer yuzasida turadi. Yashash muhitiga keladigan bo'lsak, aglonema soya salqin joylarni yaxshi ko'radi. Havo namligi ham yuqori bo'lishi kerak. Quyosh nurlari esa to'g'ridan to'g'ri tushmasligi ta'minlanadi. Aglonemalarning bo'yi poyasi bo'lmaganligi uchun yer yuzidan 30-40 sm ko'tariladi xolos. Lekin aglonema Friedman va Chantal kabi turlarida balandligi 1 metrgacha chiqadi. Bu gulning ko'payishi ildiz kurtaklari orqali vegetativ usulda bo'ladi. Buning poyasi bo'lmaganligi sababli yer ostidan yangi kurtaklar chiqarish yo'li bilan ko'paytiriladi. Aglonemalar urug'idan ham ko'payadi, lekin bu birmuncha uzoqroq vaqtni talab qilganligi sababli bu usuldan foydalanilmaydi. Agar sizga aglonema va shu kabi gullar kerak bo'lsa, Telegram silklarimiz orqali kirib, u yerdan gullarni xarid qilishingiz mumkin. Biz hozirda butun O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga gullarni yetkazib berish xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Xo'p, aglonema guli haqidagi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarimiz qaysi gul haqida bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan Abdulaziz TV bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar.